Assalomu alaykum Oybek ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, YouTube foydalanuvchilari, chorva ishqibozlari va xunojin, ya'ni yosh ko'cha dalabob xunojin ishqibozlari akalar. Hop, xunojinda aka nechi pul bo'ldi? Aka nechi pul bo'ldi? O ukaxon. Ukaxon nechi pul bo'ldi? 18,5 18,5 million so'm bo'libdi akalar. Mana shu jup bo'ylari desalaring, bo'ylari 1.5 atrofidagi narsalar. 1.3 ham chiqib qoladi, 1.5 ga ham borib bormaydi. 1.5 1.5 oralig'ida. Akalar yosh xunojin bozoridamiz. Yosh ko'chat xunojinlarning narx-navosi, sifat, shivesidan tortib eng arzon 6-7 millionlik variantlarigacha yoritib boramiz akalar. Hop. Shu o'rinda bitta narsani aytamiz, bu reklama bo'lib qolmasin. Xunojin bozoriga kelsalaring, aynan mana shu akamdan nuqta olishlaringni tavsiya qilib qolamiz. Sababi yo'lida sotadi, otga tushov, arqon nuqta, dalaga, sigirga, nimaga bo'lsa topasizlar akalar. To'g'rimi G'aybulla aka? Mana shu joyga kelganda Xunojin bozoridan to'g'ri akam shu yerda turadi. O'zi akam tanib qolgan, Qorachadan kelgan To'lacha aka. Kelib olasizlar, xudo xolasa Oybek uzdan kelib ko'rib olyapsizlarning anchagina bonus bo'ladi akalar. Unda biz video obzorimizni boshladik. Yosh ko'chatlardan xudo xolasa qo'ldan kelgancha video syomka qilib borishda davom etamiz. Aka, xunojinlar sizga qarashlaymi? Nech puldan narx aytyapsiz shu yosh ko'chatlariga? Birinchisi buqa aka. Hop, buqa 12 million kam. 8 million so'mdan kam bor. Aynan siz izlagan xunojinlar akalar dalabob variantlaridan ko'ryapsizlar. Bo'ylariga keladigan bo'lsa 90 atrofidagi mollar akalar. Hop, bunisi Greenfordimiz. 13 kam bor. 13 million so'm kami bor deb narx aytilyapti. Akalar, bab zotli mol. Mana molni oyog'ini ko'ringlar. Oyoqda ko'ryapsizlar. Moldagi qo'pollik o'ziga yarasha, narxiga yarasha bo'ladi, xudo xolasa. Greenfordni bilgan, labon quyurgan, o'zi bilishadi, oqbosh variantda bo'ladi. Qozog'istondagi adashmasam, asosan Greenford hozirgacha kunduzdagilar Qozog'istondan kelyapti. Yelka variantlariga ham qarab qo'yasizlar. Xudo xolasa, yelka holatlari ham yomon emas. Narxini bilaveradi. Shuhrat aytavering. Hop, ayting. 13 kam bor. 13 kam bor. Bu xunajin, buni 9 kam bor. 9 kam bor akalar. Birinchidagicha aka 8 kam bor. 8 million so'm kami bor deb narx aytilyapti akalar. Buqa aytishdi 13 million deyishdi. Xo'p. Bir qator qarab qo'yamiz. Endi bitta narsa, shu o'rinda yosh xunojin olaman uka deb yurgan akalarga endi bitta gapini gapiramiz. Kimdirib yedim bitta nimaga? Aka, telefon nomer qoldiraylik. 91lik 91lik 251 251 77 78. 77-78. Aka, bitta narsani so'rab qo'yaylik. 6 millionlik xunojin ham bo'ladimi? Obunachilardan juda ko'p savol tushadi ekan. Bo'ladi. Nomeringizni saqlanib qilib qo'ysa, lokatsiya tashab bera olasizmi? 5 ta kerak 6 millionlar buqadi desa kelib olib ketishaveradi. To'p beramiz. Buqa emas, xunajin. Xunajin deb ming bor o'zlari. 6 millionga o'zi hozir onasini qornidan tutsa buqa 7-8 millionlik bo'lib tushyapti. Xunojin ko'p so'rayapsizlar akalar. O'ting video qiling, 6 millionlik bo'lsin, men pulimcha u shunaqa gap so'zlar akalar, mana so'rab nomer olib qo'ydik. Bitta ish qoldi, sizlar kuzatib turib, akam yaloq aytsalaring bo'ldi. Boshqa muammo yo'q akalar. Yetkazib berish xizmatlari vodiy bo'ylab besplatniy aka. Xudo xolasa akalar, borgan sari kirishib borishda davom etamiz jigarlar. Akalar, xunojinlar kimga qarashli ekan? Abbosbek sizdanmi? Nech bilan narx aytyapsiz? 9 million so'mdan hammasimi? Uchtasi boshidagicha 10,5 million so'm kami bor akalar. Mana o'si yaxshi narsa ekan. Mana bu jonivor. Mana o'si yaxshi narsa ekan akalar. Orqasi to'rtburchakli yaxshi ekan. Savdosi bo'ldimi? Bo'ylari 1 metr atrofida, shu boshidagi 1.5 1.5 oralig'idagi variantda akalar. Nomer qoldiramizmi? 91lik 345 61 64 barakasini bersin akalar. Bozorga kelamiz. Bozordagi narx-navolarni qo'ldan kelgancha yoritib boryapmiz. Xonadonlardan qo'yib borayotgan reklama xizmatlarimizni ham birga bir solishtirib olasizlar. Hamma narsa sifat holatidan kelib chiqib akalar. Mana bunday arzon variantlarni ham topasiz. Puli qimmat variantlarni ham albatta bir qatorda topib boraverasiz. Shu jumladan mana bitta isboti bilan aka nechi pul? 9 million so'mdan aytilyapti. Shved mehr talab xunojin akalar.
Endi quyosh nuri tushyapti, qanday ko'ryapsizlar? Bo'ylarida sizlarning 1 metr atrofida 95 plus variantda. Akalar. Mana o'zimizning mashhur akalarda. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz joyidami? Nechi bosh bugungi aka? 5 bosh. Nech puldan narx aytyapsiz? Janavarda yelkasini ko'ringlar akalar. O yelkani ko'ryapsizlarmi? Yelkani mashhur buqa deyman. Xunojinda buqani reklama qilaverib, buqa deb uzr adashib ketyapmiz akalar ko'p. Mashhur xunojin, yana qaysini tavsiya beraman? Shuni yelkasi yaxshi ekan. Mana orqa quyum uchun kengligi ham yaxshi ekan. Akalar Oybek o'z. Aka nech puldan narx dedingiz? 10 milliondanmi? 10 million so'mdan savdosi bo'ldimi? 86 dan bo'lyapti. 8 million 600 ming so'mdan akalar savdosi bo'lib turibdi ekan, jigarlar. Nomer qoldiramiz. Keyin mollar yana bir qator ko'rsataman. Ayting. Hop, 93lik 688 688 1098. 1098. Nomerni qarang, 688 1098. Hoji aka, siz yodlashingizga osonroq nomer ekan. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Telefon qilsa, pul yengil variantlari, suyakli variantlari bo'ladi. Vodiy bo'ylab dastavkalari sizni ko'rgan odam dastavkani muammo qilmasin, to'g'rimi? Akalar, akam nafaqat ijtimoiy tarmoqda savdo qiladi, balkim bozorlarda ham o'zini o'rniga ega, to'g'rimi aka? Akalar, mana ko'ringlar. Endi jigarlar, mana ko'rish, yon taraflama ko'rsatamiz. Bemalol aloqaga chiqing, mana kami bor. Aytilayotgan narxlar muhim emas. Misol xonadonlardan qo'yib borayotgan reklama xizmatlarimizni ko'rib turibsizlar. Bozorda birga bir akalar mana holatiga solishtirib olaverasizlar. Bemalol. Barakasini bersa, bozorlaringni bersa. Xo'p, akalar, mana bu yerda nisbatan jasadliroq variantlari ekan. Egalaridan bir qator ma'lumotlar ruxsat berilsa olib boramiz akalar. Bo'ylari, Oybekjon sizlarning bo'ylari 1.5 atrofidagi mollar akalar. O'shani Sazabondan so'ramay, manasidan so'ramay. Mana uni o'ynab ko'rib, xursandchilik bilan. Aka, qaysi molni nech pul savdo bo'lyapti aka? Mashinasi 92 bo'lyapti. Siz nech pul dedingiz? Nima dedi Otabek? Pishdi o'zi. Pishdi buni. Qancha berdi? Qancha berdi aka? 92. Bular qancha berdi? Nech pul? 100 ming. Abduhamid aka gapiring. Menga qarami, gapirishib turing aka, olasizmi? Olaman. Elingni o'rtada qilib. 50 ming bilan qimmat bo'lsa, eling xo'pding aka. 90 qilib qo'ydingizmi? Aka eling. O'zi zo'r bo'pti aka. 50 ming aka eling. Va men 9da tushdim ko'rishga. 200 TV chiqib. Aka, shuni molni ko'rsataylik-chi bitta qani. Akalar, xo'p, mana ko'ringlar. Shu molimiz savdo bo'lyapti. Endi yelka sohalariga e'tibor beramiz. Yelkasi yomon emas. Mana ko'ringlar. Bunday gap, o'tib beradigan bunday gap 9 million 300 ming so'm bo'ldi, arg'amchilik tasvirlab lekin pul o'tib beradi. Yengil. Akalar, bu akamizni taniysizlar, reklama xizmatlarimizdan ham foydalanadi. 300 ming so'm bo'ldi, arg'amchilik tasvirlab. Ko'ngli ochiq, yaxshi inson akalar. Men nasib. Aka, meni yomon ko'rmasangiz, keng shuni so'ramang, nimaga demaysizmi? 50 ming qayerga ketadi? 50 ming qo'shib qo'ydim. Yo, ma'qul kelsa yomon ko'rmasangiz. Soling, xursand bo'lasiz. Olib xursand bo'ladi xudoyo, ma'qul. Mana shu mol savdo bo'lyapti akalar, bo'ylari 1 metr atrofida. Aslında 9 million 300 ming so'm. So'mnasi yaxshi ekan. Bilmadingmi? Bildim. 85 ga 87 olyapti ekan. Har xil ko'proq bo'lsa 87, kamroq bo'lsa 85 o'ynaydi. Arqon nuqtani yonida. Oz video syomkada tushib qoldi, damda o'tib ketib qoldi. Akalar 9 million 300 ming so'mga sotildi. Endi aka shunda qochib turasizmi? Sal.
Akalar olaparoda ishqibozlariga mana bu yerda 4 bosh olaparoda ham bor ekan, mana ko'ring. Olapakki deysizlar, akalar ash variantida. Bo'ylari keladigan bo'lsak 1 metr. 1.3 atrofida aylanadi, 1 metrdan, hop 1.3 lar atrofida aylanadi. 1.5 ga yaqin variantda. Akalar. Uzunlik holatlari kelishuvi yaxshi. Pastda yo'q, kema ya. Aka necha puldan narx aytyapsiz? 10 milliondan. 10 million so'mdan bu olapakkilarga narx aytilyapti ekan akalar. Biz ham rasmga oshna aytgan tushib yer oshna bo'lsa yetgan. Akalar, yo deyaptilar. Ketdi. Hali qiling, nomer qoldiraylik. 94lar. 94lar 288 288 6600. Akalar, aynan Qo'qonli akalarim bularda ishqibozi, men sizlarni bilaman-da. Akalar, ma'qul kelsa mana bunday dumaloq kalla variantlari ekamda ekan. Xudo xolasa. Mana sotamiz. Ola variantlari ham bor akalar, so'raganlarga. Yosh xunojinda yoritinglar deganlarga mana qo'ldan kelgancha yosh xunojinlarni yoritdik. Savdo bor. Narx qimmat bo'lsa ham onlayn ham offlayn ham savdolar bo'lib turibdi akalar. Bitta ta'kidlab beramiz, puli bormi chorva olib qo'yinglar, qiziqsalaring bo'ldi, bizdan olinglar demaymiz. Kimdan bo'lsa ham chorva olib qo'ygan inson hech qachon yutqizmaydi. Nazat deydi, orqada bo'lmaydi chorva olib qo'ygan odam. Yeb ichib tursa, xudo xolasa, sihat salomatligi joyida bo'lib tursa, hammasi zo'r bo'laveradi. To'g'rimi aka, nima dedingiz? Yeb ichib turgan mol ziyon qilmaydi, to'g'rimi? O'shadi-ku akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Oybek bilan birga bo'linglar akalar. Mana bunday muzdak ayronlardan ichamiz birga-birga kesalaring akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bittadan like bosib kuzatish esdan chiqmasin akalar.